Aleyküm Yakov Xalsabınaçılar. Yakınlar bugün Ptitsadamız. Ondan mektep plaşatkası görünüp turttu. Bu domlu arkasında bakçam var. Şu yerde birinci kavatına görüp turmuşsal zaborlanıp turgan. Özünün bağı var, yazgı tapçallaran var. Birinci kavatta kvartira çıktı bir de. Yakınlar kvadratı 90 metr kvadrat. Öte derecede katta bo'lgan kvadraturası. Köşelerine şimdi indi emir eshiklar koyulundan. Yakınlar gireverişimiz görüp turmuşsal bir yerini kattalikini. Bir de yine oturadığın yeri var. Prihojy zona bu yer. Yakınlar kvartiramız Primo Ege'den 90 metr kvadrat 4 xonali kvadrat kvartiranın kattaliginde. Birinchidan göremiz. Bu yerimiz kaldovka bo'lib turibdi. Bu tomonimiz kuxnya. Oshxonani kattaligini qaranglar, oshxonani kattaligi ham ajoyib. Bemavzunda ustar ko'rsalar qo'yib ovqatlansa bo'ladi. Bu yerda yuvinish bo'ladi. Yakınlar endi hammani ko'rsatib o'tiribman, chunki uy egalari yaqinda ko'chibdilar, taxlab usib etmabdilar. Bu yerimiz zal. Zalni kattaligini ko'rib turibsizlar. Nereden ketgan? Keyin bu yerda bir spalni, bu yerda bir spalni, ikki spalni zal, shuni alan. Xullas yakınlar Primo Ege'den qo'yib turibmiz buni. Pastda egani nomerini ham qoldiraman. Narxini eshitganlar narxi вообще zo'r. Maktab bog'chani dik yanında, Ptitsani o'zida.